Agar men Koreyaga kelishdan oldin mana shu narsalarni bilganimda, Koreyaga kelibla shunaqangi tez F2 viza olar edim, ya'ni erkin yashash vizasini. Buni o'zini sirlari bor. Koreyani F2 7 vizasini olishda o'zini ball sistemasi bor. Ana shu ball sistemasida qo'shimcha beriladigan ballar bor. Agar men uni bilganimda Koreyaga kelibla volontyorlik qilar edim, ya'ni Chawonpongsa Hwaldong, ya'ni davlatga tekin yordam. Ana shuni ishlaganimda, misol hozir kelganimga 9 yilga yaqin bo'layotgan bo'lsa, kelibla shuni qilganimda 5 yil maksimali 7 ball beradi. Undan keyin yoshimga borgani 23 ball, 30 ball bo'ldi va KIIP deyiladi, ya'ni Sayet One Program. Ana shuni kursi topikka o'xshaydi. Shuni o'qib bitirganimda agar 30 ball berardi. Qarabsizki, mana bu yerda 60 ball shunchaki kelyapti. Undan u yog'i universitetda o'qiganimizniki borgani 15 ball, 17 ball bo'ladi. Undan u yog'i hazakamiga oylik qilsangiz yoki yana Koreyada o'qigan 17 ballingizga yana Koreyada bitirgan ballingiz qo'shimcha yana 10 ball beradi, yo 7 ball yo 5 ball beradi. Ana shu bilan F2 viza olsangiz bo'ladi. Buni yo'l yo'rig'ini ko'rsataman. Agar kimdir qiziqsa, lechkaga yozsanglar ham ma'lumot tashab berishim mumkin. Men o'zim F2 vizada yashayman Koreyada. Men shuni bildimki, kelibla shu narsani qilishim kerak ekan dedim.